siz ham 45 kun davomida Y toifasiga ega bo'lib, fura haydamoqchimisiz? Unda Avtostart sizga yaqindan yordam beradi. Yevropaga ketmoqchi bo'lganlar diqqatiga, To'lanboy akamiz Avtostartni o'qidi, ichki imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirib, davlat imtihonlaridan o'tib, bir urinishda pravalarini Y toifasiga o'zgartirib kelibdilar. Qalay bo'ldi To'lanboy aka? Bizniki bilan bir xil ekanmi? Yaxshi, zo'r, hamma yo'q yaxshi bo'ldi. Avtostart o'quv markazida o'qidik. Rahmat, hamma yo'q ichki imtihonlarga yordam berishdi. Hammasi aytgandek kunida belgilangan. Bugun imtihon topshirdim. Siz bugunda o'zi pravani oldim. Sizlarga ham katta rahmat. Bir urinishda bo'ldi. Bitta urinishda ichki testlari, vojdeniya maydonlari, plashtatkalari Avtostartniki bilan bir xil ekan. Bir xil, hamma yo'q bir xil ekan. Bunaqa vojdeniya bordik, hamma yo'q zo'r bo'ldi. Ashga bordik, bir xil, qiynalmadik. Zo'r bo'ldi, yaxshi o'tdi. Hammasi yordam berishdi, ichki imtihonlarga ham yordam berdi. Haliga mana shu aytgan kunda mana bugun pravani oldik. Ertalab ekzamen topshirdik. Уже obeddan keyin 1 soat pravani olib keldik. Hamma yo'q zo'r. Sizlarga rahmat. Toifa olib Yevropaga ketmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilib qolasizmi? Startga kelib o'qinglar aka. Hamma yo'q zo'r bo'ldi aka. Kutganimdan zo'r bo'ldi. Aytgandek, mana kunga bo'ladi, shu kunga bo'ldi aka. Hamma yo'q yordam berishdi, mana shu qiynalmadik. Bordik, hamma yo'q topshirdik, sразу pravalar chiqdi zo'r aka. Rahmat sizlarga. Avtostartga keling, bir urinishda o'z pravezga ega bo'ling.